Xo'p, bu ikkinchi qism bolalar. Birinchi qismi bundan oldingi rilsa tashlanib borildi. Xo'p, bitta tushlayman deb bo'ldi chiqaman. Signal bor, bo'ldi, chiqaman. Yetadi menga hozircha. Tak, kristal kiramiz. Kristalda uzun koeffitsient kelgandan keyin kattaroq sumaga bosamiz. Xo'p. Gap bilet, sразу berib bordi-yu. Davay, mana shu yoqqa 500 dan bitta bordi. Mana shunaqa-da jallab. Bu strategiya emas jallab. Bu intellekt bu naxo'y. 18 million 800 sразу bor jallab. Xo'p, faqat bolalar qilib tashlamaylar odamni. Ko'p kishi yozyapti deb biladi. Pul chiqarib bo'lmayapti, tudasta bo'lyapti. Jallab verifikatsiyadan o'tgandan olish kerak. U ana u APKlarni anaqa qilib, udalit qilib tashlab, o'zini original saytidan olish kerak. Biladi. Ko'p kishida biladi. Ko'p kishini uxlatishadilar. Meni promokodim ham shart emas, bolalar. Promokod xohlasanglar kiritinglar, xohlamasanglar kiritmanglar jallab. Majburiy emas. Davayt, mana shu yoqqa bitta men ko'rsataman-da nima qilishni. Meni cho'ch bermaydi, bo'ldi. Bu yangi profil DBBet kontorasi ochilgan. Yangi profil bu bolalar. Yangi profilda yaxshi beradi. Bitta bosib olish kerak bo'ldi. Chiqib ketish kerak. Yaxshi biladi. Bo'ldi, chiqamiz 19 million 600. Xo'p, 5 million so'mdan boshlab ketgandik biz. Xo'p, qani u, biladi, Instagram kirasizlar mana. Instagram kirganda mana original.com bosiladi. Kirasizlar, kirganda mana xohlasanglar Telegramga a'zo bo'linglar. Mana DBBet kontorasi Android kerak bo'lsa, Android ustiga bosasizlar. Bir 10-15 sekund ichida davom etish knopkasi chiqadi. Bosasizlar bo'ldi, yuklab oladi. Agar iOS kerak bo'lsa mana iOS dasturini o'rnatishni bosasiz.